Assalamualaikum hürmetlik televizyon dostlar. Bugün adam tabiat izleyici güçlendirimiz. Yılan bilen sazanın nima için okşaması tarafi var degan chaqda yılan onun zehri var. Sazan bo'lsa yamug'idan keyin chiqadi. Sazan bilan qo'lidagi bir-birisiga bo'lgan mehr-muhabbat noy cho'nqur. Chiqsan mana bir gap borchu. Çoğla, nima uchun çoğla kechida meva yeb yotadi. Sazan bilan yılan bilan o'tiraqda buning hech qanday farqi bo'lmasa-mu, meva yeb yetishdan foydasi bor. Chunki Koreyaliklar biz qaramiz. Oyna be. Sen bir yerde oyna. Ecdatlardan hep kalgan nuruz, bizge miras eleş oluruz. Ecdatlardan hep kalgan nuruz, bizge miras eleş oluruz. Şu oğullar oynayan nuruz, bir kalanı şadlık nuruz. Şu oğullar oynayan nuruz, bir kalanı şadlık nuruz.